Qirg'izistonda bir birodarimiz bor. Amakilari bolalarini so'kar ekan. Hey badbaxtlar, ey namoz o'qilaring, ibodat qillaring. Farzandni namozi qabrda yotgan ota-onaga dasturxon bo'lib borar ekan. Savob bo'lib borar ekan. Shu farzandni duosidan ota-onani darajasi ko'tarilar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Salla namoz o'qimasalaring, erta biza qabrga kirganda qabrni turpog'ini yalab yotmaylik, badbaxtlar namoz o'qilaring der ekan. Namoz o'qimagan farzand, namozni eslamagan farzandni ota-onasi turpoq yalamay nima yalaydi? Asal yalaydi. Qaymoq yalaydimi? Qo'limizdan kelgani shu, boshqa nima keladi qani qo'limizdan? O'tgan otamizga har kuni bir taom olib borib bera olmasak, olib borgan taqdirda uni qabrga uzata olmasak, uzatgan taqdirimizda uni yeya olmasak, nima o'zi, nima bilan qilishimiz kerak-ku ota-onani? Bizlarga